Dövlətimiz tarixidagi eng ağır jang qurolları qaysi? Buni desam hammalarning esiga birinchi bo'lib Guayuning qora aydra bardar shamshir keldi o deyman. Lekin bu payqambanda Guayuning bu bardar shamshiri aran 7-o'ringa tizildi. Undaqda bu jang qurollari qaysi? Qissa haqida bayon. 10-o'rin turdig'ini Subuyda filmidagi Guldar Shayxlujishinning palti boshliq gursi. Əsəri qarşısaq, Lujishin taqdir rahib bo'lgandan keyin nəhayət içib zirkib tutdu. Şunun bilan taqdan tushib bir tömürchiga jang quroli so'qdiq keldi. Bu vaqtda deydi, "Menga 100 jing eg'irlikki bir gurus so'qib bergan." Voy, 100 jing ishlatammaylar hocam. Guayu hocamning bardar shamchirimi 82 jing keldi ekan. Unda o'zi Guayu hocam bilan o'xshash bo'lsin desa, 82 jing bak eg'ir, unisi bak qo'palsa chiqib qoldi. Yasab bersam ishlatammaylar. Avval men sizga 62 jing qilib so'qib beray. İşiltib baxsılar qani, kötüranmay qalsılar, məndə rəncimsizlər degan keyin ma'qul deydi. Əsəri qarşısaqmı, yemmi bu Lujishining bu paltı başlıq gürüsünü odatki chiqadi mürsiga aran kötürdü mendeklər olsa. Lujishin bo'lsa nəhayət kuchtingir o'g'ashqa nəhayət ərçillik bilan o'yin tutdi. Bu 10-o'ringa tizildi. 9-o'ringa tizilg'ini 3 parchalik haqida qissadagi jandagi birinchi batur Lyuboning Chasiyalmani. Bu Chasiyalmanning yaslish shakliga qarasaq, nəhayət usta davral qilgan, ham hujum, ham mudofaa tang biriktirilgan ajoyib chiroyli bir nayza Chasiyalman deb qo'ygandi buni. Shuning uchun Sayyingan Lyubodimi bu Lyubo, bu Guayu Janfe Lyubolarla urushgan nəhayət maylik bilan mudofaa ham yaxshi, hujum yaxshi qila oladi. Mishar eng cho'ng gavdilindi. Shu yer qarasaq bu Janfemi bir urushib deb, voy shurg'uli qul bak kuchgansan qo deb ketdi. Bundaq bir batur kuchtingir bir palvam albat yeni qurol ishlatmaydi. Bu yerki Lyuboning Chasiyalmanning eg'irligi taxminan 72 jim. 8-o'rin tizildig'ini olsa, Sausauning dastlabki qo'g'dug'uchisi asarki nəhayət kuchtingir bir palvan Dianwayning qo'sh umudi. Qarsak bu Dianway nəhayət kuchtingir danqanli bir qo'lni ko'tarib atadi. Lyubo bilan urushqa vaqtimi yakmak urushib yengish arilmaydi. Ham bu qissadimi mundaq bir gap bor. Masha Lyubo, Masha Dianway deydigan. Ya'ni ot ustida Lyubo hamidan mayir, piyoda urushda Dianway hamidan mayir deb. Dianwayning bu qo'sh umudimi Alloh buyurtib yasalgan. Sol qo'ldikisi 39 jing, o'ng qo'ldikisi 41 jing. Şu Dianway manğuçaş 10 xay bo'lsa kerak, jami 80 jing eg'irlikda. 7-o'rin tuzilg'ini hammamiz intayin tunishlik bo'lgan, hammamiz nəhayət amroq. 5 atkaldan o'tkicha 6 sonğunun kalısınagan Guanyunchangning qora ejderha shamshiri. Bu shamcharning eg'irligini hammamiz bilamiz, 82 jing eg'irlikda. Hem muşu shamcharmi mush asarda eng ko'p boshqalarning jiniga zomin bo'lgan, boshqalarning kalısını olgan bir shamshar. Shunga Guayuning nomini emas, mana shu qora ejderha shamshirining nomini anglaganlarmi qo'rqdi. Qarsak bu yerda 5 o'tkalda o'tkichi 6 sonğuni o'ldirdi. Mayso'g'chi Huashongni qatl qildi. Baymadagi muasirni besib o'tgan vaqtda Yelyan Wenchularning kallasini oldi. Nurg'un danliq sonğunlar mush shamsharning ostida jon bergan. Shunaqo. Bayular urushib boshqa hayot qolganlar qarsaqmi, Guayuning bu qora ejderha shamshirini to'sib qola oladiganlarmi nəhayət az. Bir Huangjong, bir Lyubo qatorli bir qancha aylanlar to'sib qola oldi. Guayuning ishlatishi qarsaqmi, buni eg'irligi shundami bir qo'l kuchdan tutib so'rab akib vasini chepishi va hatta ostin chapqa vaqtda xalqning etining qo'shib chep etishi va shundami bu bardar shamsharmi nəhayət o'tkir, nəhayət eg'ir qalt bir jang quroli hisoblanadi. Undaqda sizlarcha 6-o'ringa va dastlabki 5-o'rin tizilg'ini qaysi jang qurollardir? Anglash qiziqadigan do'stlar, pingni uchun baramat, go'nju qilishni unutib qolmanglar. Rahmat.